Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda yangi natija. Yuldasheva Dilshoda общий ball 8, listening 8,5, reading 8,5, writing 7, speaking 7. Bo'ldi. Tabriklayman natijalar bilan. Qalaysiz? Qalay bo'ldi imtihonlar? Bo'ladi zo'r. Aha. No, unaqa kutganimdek unaqa juda qiyin bo'lmadi. Lekin undan oldingi process вообще stressful bo'lgan edi. Qanchadan beri tayyorlanayotdingiz? Anaqa IELTS o'ziga 1 yil. Undan oldin 2 yil baza. 2 yil baza, hammasi o'zimiz sentrimizda Da, qilgansiz. hammasi o'zimizdan keyin. Ustozlaringizga nima gap ayta olasiz? Nima tilaylar? No, hammaligidan rosa xursandman, chunki rosa qattiq harakat qilishdi. Keyin ularning yordami bilan shu darajaga yetib keldim. Eng qiyin nima narsa bo'ldi imtihonda? Adashmasam speaking yomon borib chiqib chiqdim. Men o'yladim o'zi 6,5 chiqadi deb o'yladim, lekin examiner вообще kind ekan, 7 qo'yib beribdi. Yaxshi, ko'z tegmasin. Endi nima planlar o'zingizda? Nima rejalar? Nima qilasiz? Hozircha yozda ozgina dam olamiz. Ozgina peremena, IELTSdan keyin undan keyin xudo xohlasa SSC, keyin bosh davlatga topshiramiz. 1 yil davomida. Da, gap year olib. Gap year olib, to есть 11 bitirasiz, gap year olasiz. Da, уже bitirib oldim. Endi bu yil anaqa gap year. Amerikaga borar ekanmizda. Hammani olib ketamiz. Bo'ldi, yaxshi natijalar kutib qolamiz. Rahmat. SSC kursida ko'rishguncha. Хорошо.